Pek yaxshi bo'ldi. Tarifchimiz Şinjan Universitetiga o'tibdimiz. Shundaq, oliy maktabda yeni birlikda o'qiydigan bo'ldik. Biz nima degan talaylik? Shundaqmi Rabiya? Men sizlarga o'xshamayman Rana. Oilam namrat. Uyda meni o'qishga mang'izgidek asraqli iqtisodimiz yo'q. Men oliy maktabga bora olmayman. Menga undaq yaxshi fursat nasib bo'lmaydigan o'xshaydi Rana. Undaq dema Rabiya. Sen cho'qim oliy maktabga bora olaysan. Uchimiz birlikda oliy maktabga berib o'qiymiz. Shundaqmi Jamila? Ha, Ranaga rostlaydi. Sen darsda hammadan yaxshi turib mushundaq gaplarni qilsam bizning ko'nglimiz bakli yerim bo'ldi ekan. Bo'ldik bundaq gapni qilma. Pulning ishi mahal bo'lib qola. Menga kuynigininglarga rahmat. Lekin hozirgi oila ahvolim o'zimga ayon. Ota-onamni tanqislikqa qo'yg'im yo'q. Yana texi ishki inimni maktabda o'qitishim kerak. Ularning o'qishig'imi ko'p pul ketadi. Ish qilib men boramasligim mumkin. Oy, Selimaxon. Men keldim, men. Qarab turibsizlar-ku. Ko'zinglar to'rilishib qoldimi nima? Oldimga kelaymi demaysizlar? Assalomu alaykum. Fozil qari. Tinchgaplar, uka. Tinchgamay o'lsam bo'lamdi. Pul qanday pul? Pulni chiqmayim turibsizlar bu yerda. Ukam, Fozilxon, oldi bilan uyga kirayli. Men sizni uyga boshlay. Bir piyola issiqqina choy ichib oling. Voy bo'ldi. Choyni o'zingiz ichinglar. Men pulga keldim, pulga. Pulni chiqmayim turibsizlar bu yerda. Tez bo'linglar, ishim oldirash mening. Ukam, Fozilxon. Men sizga rost gapni qilsam bo'lmaydi. Men pulning amalini faqat qilamadim. Bana yana azraq möhlet bergan bo'lsangiz, men sizdan bu dünya xo'sh bo'lib ketay. Voy Selimaxon, möhletni beraverdiganga bekatga qolgan pul bormi ekan? Bu pulni dadamning puli deb qilyapsiz ya? Uy kirib ketinglar bolalarım. Bo'linglar. Ukam Fozil qari, biz sizlardan o'tinib qolayli. Yana azroq muhlat bersilar. Kuzda paxta ichilgan hamon pullarni uylarga olib beramiz ukam. Voy, men sizlarga pul verdim, pul. Endi kelib er-xotin ishqinlarga quruq gap etmoqchimi? Voy, to'la kapishmay pulning o'simini o'zim olib chiqinglar. Mana. Ukam Fozilxon, mana bu az bo'lsa-mu. Oramışma? Ukam, tapqanimiz mushunchilikka. Xeyr, bo'pti. Hozircha qaytib turay. Bu sizlarga yaxshiligim bo'lib qolsin. Kevet satqan yana qo'limga pul oshmadi, pul qolmadi deb quruq gap satsanglar, endi meni yaxshilik ko'rmaysizlar. Rahmat, ukam. Ma'qul ukam, rahmat. Ukam Fozilxon, uyga kirib choy poy ichmay. Shuni deyman, bir piyola choy qo'yay ukam. Bo'ldi. Bu qatam kelguncha pulni tayyor qilib qo'yinglar. Ma'qul. Yursinlar. To'xtatimiz degan pulmi uchib ketdi. Choy ich. Men darsda yaxshi-ku. Men cho'qim oliy maktabga boraman. Barakalloh ukam. Mush g'ayratinglar bilan tirishib o'rgansanglar, men boradigan Şinjan universiteti emas, hatto uningda cho'ng maktablarga kirib o'qiy olasizlar. Voy, Luqmonjon. Nima yig'laysan? Sizlar molla oliy maktabga kelsanglar, opam bo'lmasa dadan bir chiqib kelsa uyga kelmaydigan tursa, men kim qaraydi? Ahmaq uka, shuningmi yig'lamsan? Ocham ketgan bilan biz bir nechimiz bog'o. Biz san qaraymiz. Yig'lama ukam, ha? Bizmi cho'ng bo'lamiz. Oliy maktab ikkimiz birga boramiz. Ahmaq, yig'lama. Aqllaringchi rost deydi. Sen hargiz yolg'iz qolmaysan. Sizlar choy ishkash o'ltiringlar. Men tushlik tomoqning tayyorligini qilay, bo'lamdi?
Ahir tatılgan boldu. Ras, Emin aka, neçə yıldan beri toqtatımızda bumu əmilleşmegendi. Mana bugün rastıllah toqtatıvadıdı. Şoňa men bu oruq öşkemni 200 yuenge setip, pulumu joqlap koydum. Mahallimizge toqtatılıp nahiti yaxşı oldu. Bunundan hamimiz hoş olduk Emin aka. Partiga men mertebe rahmat. Ezimizning rahbarlariga men mertebe rahmat. Ezimizga to'xtatilib, haqiqatan yaxshi bo'ldi. Atrat başlıq geldi yurttaşlar. Ha? Köpçülük, ücret durunlar. Bir-birine bilonlar, ha? Ücret duraylı. Bir-birine tapşırınlar. Akila, Ben tapşırı öte Efka. aldırmay durun. Tapşıram siz. Oy, Nizaxun! Kelmemsizlar? Keyindikiler akilanlar. Akilan. 200 so'm. Assalomu alaykum Efka. Değişikmi? O çağırmışsam aldığımı kiley mi demeysin la? Bu Pulu tayyak kıldınlı tayyak qilgan tim, lekin azroq kim qoldi. Paxt satqan pulni texi yig'ib bo'lanmidik. Qo'g'in satqan pulni bo'lsa hozirgacha aka bamidi. Qarag'anda atratgimi nurg'un qaziga bo'g'ilib qoldiganda qilib turaman Efkan. Bana azroq muhlat bergan bo'lsangiz, pulingizni cho'qim qaytirib etaman. Bo'lamdi. Pul yo'q demsizlar? Ey! Meni devang sarang ko'rib o'tamsizlar? Ha? Pul olmasa tokni iloya olmayin degan tatib beramdik-a? Ha? Gapni oz qilib, pulning o'smini o'simi chiqaringlar, bo'linglar. Oramışma? Bana rahim qiling Efkan. Uyimga to'kusimi tatib olay. Keyin cho'qim pulingizni qaytirib beraman. Bo'lamdi Efkan. Emsa kelaqatim kagicha pul tayyor bo'lsin, ha? Ma'qul, ma'qul. Atrat başlığı Efkan. Mening ismimni aşı daptarning bujikiga ber qondiribasizlar. Ati o'shkamni setib 200 koy pulni cho'qim tayyor qilaman. Bo'lamdi Efkan. Yizib qo'yinglar atraf boshlig'i. Men kepil bo'lay. Bir haqiqatib yizib qo'yinglar. Bo'pti, yasam yizib qo'yay, lekin vaqtida pulni topshirdim bo'lamda. Ma'qul. Rahmat Efkan. Qars to'laymiz deb to'knimi tatqizammidoq Selimaxun. Fazıl degan jazoni xo'rining qarsini to'lavassakla ikkinchi qarz olmaylik. U bizni faqatla ilgari bostirmag'idek Selimaxun. Men mo shundoq o'ylayapman apisi. Onundan qachon qarz oldik? Shu kundan boshlab kunimiz kundan kunga nacharlashib ketib bordi. Mo'sh qarzni tugitvatsam, ikkinchi o'nakasdan qarz olmayman. Hamma odam to'qchiroq akirib bo'pti. Faqat bizli qopdimiz. Pul bo'lgan bo'lsa, biz shu qatordan qolmagan bo'lardik. Apisi, hozircha to'qchiroq ancha muhim emas. Hozirgi birdan-bir muhim masala qizimiz Robiyani oliy maktabga muhtirish. Qanday qilishim kerak? Qo'limda chaqirib qog'oz turibmi? O'qishga berishga amalsizman. Ota-onamni qarziga bo'g'ib qo'yib, qanday xotirjam o'qiy olayman? Yana tex ish o'qiganmi? Qarz ustiga qarz bo'lsa, ota-onam bu qarzlarni qachon qaytarib bo'ladi? Eng yaxshisi o'qishdan voz kechishim kerak. Men o'qiyamsam, yana ish o'qigan bo'laman. Men tirishib ishlab, ish o'qiganimni oliy maktabda o'qitishim, oliy maktabda o'qitish sharoitini hozirlashim kerak. Bunga ota-onam cho'qim qo'shildi. Ayça, siz bordigan oliy maktabda o'qib doktor
bo'g'il bo'lamda. Ha, doktorlik kasbida o'qisa, doktor o'g'il oladi. Ukam, sening doktor o'g'ling var ekanda, amisa akıllaringdek vaqtni qo'ldan bermay o'rganish qil. Andan seni Loqman doktor deyli. Yo'q, men doktor bo'laman demadim. Sizning doktor bo'lib kelamdikin deyman. Men Abdurahim O'tkir, Zordun Sabir tog'lardek yozuvchi bo'laman. Voy jinim ukam, sen hammamizdan yomon chiqadeksan juma. Men doktor bo'lsam, sen yozuvchi bo'lsang, Sayfiddin akang tadqiqotchi olim bo'lsa, Qurbonjon akang o'qituvchi bo'lsin. Qandaq dedim? Ocha, sizni doktor bo'ling deganim birasimiz og'rib qolsak davolab qo'yamdikin deyman. Opamnimi doktor davolgan bo'lsa saqayib qolar ekan tuqa ocha. Hammani qilgan ashu dadam. Osh ko'zlik qilib onamni davolatmag'ashqa, mana biz onasiz qoldik. Demismi opamni dadam degan jallat o'ldirdi. Opamni doktorga opamidi. Opam bechoraning ko'zi ochiqli ketib qoldi. Men dadamdan bak qo'rqaman. Bo'ldi ukam. Tekrar ayağına qaqil. Tursun jinim. Sizni deb kechgacha keyningizni shapaklab yuramdim men, ha? Faziljon, undaq bo'lsa, keynimdan shapashlab yurmay, meni tezroq uyingizga akatmamsiz, ha? Voy jinim, bundaq demisingizmi aytdiman, ha? Siz choy quyib beray, ha? Qani, choy iching. Navasib beray. Rahmat jinim. Qani ela. Dada keldingizmi? Ha. Fuqurlaringiz ko'rinmaydi-ku. Maktab ketdi. Ha. Yigidek bir narsa qildingizmi? Qilamidim. Fuqurlarimni choy ichib ketgan. Mening ozroq ishim bor. Kechda kelamisam, ma eshik derazani chinoq taqab yetinglar, ha? Dada, birdan ta'xir qilsangiz, azroq bir narsa qilib beraymi? Bo'ldi, bozorga berib yey. Kechgacha yana yo'l mangadigan ishim bor. Oldirashman. Dada, Ha? maslahatlashadigan ish botdi. Nima ish bor? Qarab turmay tezroq dana. Oliy maktabga o'tib chiqaman, shuni siz bilan maslahatlashib. Voy. Oliy maktabga o'tsangiz nima bo'pti? Shuni maslahatlashib ketamda. Bo'ldi, xotirjam ishingizni qilg'ashtiring, ha? Men 1-2 kun qarzlarimni yig'ib olay. Andin so'zlashaylik, ha? Dehqonlarning qas qaytirug'idek puli yo'qmikin? Bir necha vaqt so'ylmay tursangiz yaxshi bo'ladi. Voy, siz bizni opangizning o'zida birasini meni tasdiqlab bo'lmamdi. Opangizmi shunda bir kot-kotdi. Rana, senin bu hemmile nersen bağdaş, hiç nersinden gıymın yok. Şunu Rabia'nın ailesi Behlin Namrat, onun Ali mektepte bağımlığım tezgü düşüyordu. Bizning pulumuz bo'lgan bo'lsa, unaga yordam qilgan bo'lardi. Jamila, Rabia'ning dadasi bir yerdan pulning amalini qilamasmi? Tova degine, mush zamonlarda birsiga pul berib turamdi. Anglasam sening dadang'imi bir muncha qarzlar bo'lib qopti. Ay xudoyim, kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'ldik. Amdilikka kelganda billa oliy maktabga boramiz. Rost deysan. U boramisa bizning ko'nglimiz yerim bo'ladi degina. Bir amal bo'lib qolar. Ranagül, bo'lmasa sen dadang'a deb ozroq pulning amalini qilib beralasanmi? Ma'qul. Xotirjam bo'lsinlar. Xo'sh emisa. Xo'sh. Jazoni qo'ymoqni.
ictimai hayotda ma'lum qimmatga ega. U aşı qimmati bilan ba'zilarni kuldirib, ba'zilarni yig'latadigan bo'lsa-mu, mangulikka ketib qolgan yo'qlikni mutlaq mavjudlikqa aylantirolmaydi Jamila. Ko'z oldimizda yuz berayotgan bir qism salbiy realliklar odamni to'liq seskandirdi. Ba'zilar pulsizlikdan, yo'qsizlikdan o'lgudek ishlaydi. Bir qism nafs to'ymas amaldorlar bo'lsa, parxo'rlik, obro'y-parastlik qilib, hukumatni aldaydi, xalqni shulib yeydi. Rabiyadek savaqdishimizdan qo'lida oliy maktabning chaqiriq qog'ozi turibmi, yana shu yo'qsizlik tufayli ilojsiz qilyapti Jamila. Afsus. Mening otamdek jazoni xo'rlar, boshqalarga rehm shafqat yordam qilishni bilmaydiganlar bo'lsa, xalqni qoqishib, harom foyda elib, kerilib yuribdi. Men bundaq harom dunyoimizning bog'lig'idan qilch faxrlanmayman Jamila. Balki ichiniman. Bekmi ichiniman. Rahmatlik opam harom mal dunyo asqatmaydi qizim. U hamını to'zib ketdi deydi. Men doim o'zimni o't dengizining ichida qilib tush ko'ryapman. Demismi, men bir o'tning ichida yashayapman Jamila. Kulib yursam-mu, g'am qayg'um yetkichi bor. Apa, dadam ko'rinmaydi-ku. Qizim. Dadangiz pulning amalini qilish uchun atdigandila chiqib ketgan. Haqiqatan shu tuqqanlarning uyiga ketdi-ku deyman. Apa, men oliy maktabda o'qimayman. Yilmi, nurg'un qarzimiz bor. Endi meni deb yana qarz olsanglar, bu qarzlarni qachon qaytarib bo'lasizlar? Agar dadam o'qish pulini hal qilib kelsa-mu, men pulni qaytarib etaman. Men o'ylanib bir qarorga kelib bo'ldim. Oliy maktabda o'qimayman, apa. Qizim, jinim qizim. Bundaq yaxshi fursat kelavermaydi. Biz bir amallarni qilib, sizni ham ikki iningizni oliy maktabda o'qitamiz. Sizlarni yaxshi turmush sharoitiga ega qilish bizning orzuyimiz. Qizim, xotirjam bo'ling. Pulning amalini qilib, sizni oliy maktabga mandirib olsaqlar, kuzdagi paxta pulida og'an qarzlarni qaytarib olamiz, qizim. Bo'ldi, so'zlamang, apa. Men nihoyat yaxshi o'ylandim. Oliy maktabga bormayman. Men sizlarning bo'ynimlargacha qarzga bo'g'ib etib, oliy maktabga borsam, u yerda qandaqmi xotirjam o'qiy olayman. Kevazning puli bor degan taqdirdami, uning o'ziga tushliq dadi batirsa. Shu asg'ini kevazning puli bilan qarzni qandaqmi qaytarib bo'lsin, apa. Bir uy deganga turmush kerak bo'lmamdi. Sizlarning yo'q, go'sh yig'inlar kelmamdi, apa. Rost qizim. Yana fuqarolarga o'qishga pul kerak tursa. Bir uy deganda og'riqsaloq bo'lmaydi, degil bo'lmaydi. U chaqda biz qanday qilamiz? Shunga men ko'p o'ylandim. Oliy maktabga bormayman, apa. Voy benim kızım, ah gönül kızım. Yiğitler kızım. Oy, Silmaxon. Tegmandoq. Chiqinglar, mahalliga olib qo'yay. Rahmat ukam, rahmat. Biroz demimni epman. Silimni vasla ukam. Olib qo'yay desam, yaqtab ketganda. Ma'qulamsa, ketaverdim men. Ma'qamsa, Xudoga omonat. Silmanka maharuga chiqibasizlar. Rahmat ukam, rahmat. Chiqsizlar. Jamila bilan maslahatlashib bo'lib,
Manga xabar qilinglar. Ma'qul. Ma'qul hamsa Ranagul. Men qaytay. Rabiyagimi deb qo'ying. U qayg'urmasin, ham umidsizlanmasin. Bo'ladi. Ma'qul Ali. Xo'sh. Xo'sh. Ma'qul hamsa. Uqalarim, qosaq qo'ydimi? To'ydi. Endi nima ish qilsizlar? Uyga ish qilamiz. Muzokara qilamiz. Uxlaymiz. Loqmanjon, uyga ish qilmay turib uxlamsan? Yo'q, uygun chiqib uxlaymiz dedim. Yaxshi. Amisa hammanglar kitob daftaringlarni elinglar. Bo'lamdi? Men buni yig'ishtirib o'tay, ya. Vay can putum. Vay putum. Vay. Oy Tursuнгүл, ben geldim. İşini açmam siz. Ha? Tez işini için değil mi? Ben degan Fazılbay. Tez işini için. Oy, yerim kechir odamni avar qilib, endi kelganda qarmamdigan. Fazılbay. Fazılbay. Fazılbay'ın adını berip yaxshi qildi. Jazani qo'lga qo'yib, nayt yaxshi qildi Jumadosh. Bu xotinim da. Bo'cha uningga azliq qilib qoldi. Acha, birisi darvozani urvatidi. Ne darvozani urdi? To'kir degan mening putum. Boyatin karvatga putum tegib ketdi. U darvozaning ovozi emas. Ha, bo'ldi, uqalarim, uning bilan karimiz olmasin. Takrorimizni qilaylik, ha? Qanchisi ekan? Uni bor ekan. Ha, yaxshi. Uni ekan. Amdi. Rana! Shinosh! Acha, Rostuli darvozani urvatidi. Men angladim. Men Rostuli anglagan Nimanda tursam. to'la gap qilsa, odamlar dars o'rgangiga qo'ymay. Xulqin kasb berib uxlamamsa, kesh kishi yolg'on gap Men qildi. yolg'on etmedim. Darvozaning taraqshigan ovozini men Rostuli aniq anglagan tursam. Bo'ldi, uyga nishonlarni qilinglar.
Günahları. Yağış kulak haram tamakla. Ben şunca dola dervazda olursam biraz mı çıkar değişmesin ha? Dadan kokuşma bir kim kokuşaptı be? Vay can, vay bilim. Vay bilim. Dada. Dada, maquldursingizchi? Sizdan o'tinib qalay, dada. Bo'lmaydi degandikan, bo'lmaydi qizim. Endi ikkinchi bu gapni qilcho'man ha. Men oliy maktabda o'qish uchun zo'r umid bog'lab kelgan. Men bir o'qib qalaychi, dada. Sizdan o'tinib qalay, talabimni rad qilmang. Bo'ldi. Men boy gapni uzib etdim. Ya'ni nimaga yig'laysiz? To'la mening ochig'imni keltirmang, ha? Dada, men sizning birli qizingiz-ku. Oliy maktabda o'qisam nim bo'ladi? Ma'qul danga jinim dada. Jinim dada o'tinib qalay. Ma'qul desingizchi, sizdan o'tinay. Qandoq gap anglamaydigan qizsiz. Men helimi bir qiz deb hech nimangizni kam qilmadim. Mushundaq turibmi? Yana oliy maktabda o'qiganning foydasi nima? Qaysi bir oliy maktabda o'qigan ahmoqning biznikidek katta uy imorati va millionlab puli va albatta yo'q. Ammo menga o'xshash qarturukning hamma narsa bor. Qo'limda nega sunsam shay yeydi-da. Şoğunisi hazır bir qism devang ishning epini uqmaydiganlar bolalarimizni dasho'sin qilamiz deb ba yo'q pullarni buzib kechiyotidu. Texe o'zimiz yemay ishmay bolalarimizni o'qitamiz deyotidi. Ammo men undaq ahmoqlardan emas qizim. Men hargiz qo'shilmayman. Assalomu alaykum Fazil qori. Mo'min axo, nima ishil keldinglar? Azroq qarz so'rab kelib edim. Men hozir bir odamga qarz berib turamayman. Boshqa yerdan so'ranglar. Men sizlardan o'tinib qolay Fazil qori. Qizimni oliy maktabga yo'lga selib olsamla, qarzlarni cho'qim vaqtida qaytarib beratdim. Menga bir boshqa yerga berib so'ranglar degandikan, shu yerga berib so'ranglar, to'la beshimni og'ritmay. Asta. Onda qilmislar Fazil qori. Men qizimni oliy maktabda bir o'qitib olay. Kuzda paxtini sotgan hamonla pullarni cho'qim qaytarib beraman. Bo'ldi. Boshqa yerga berib so'ranglar deganki, boshqa yerga berib so'ranglar. To'la odam so'z etmay. Assalom Fazil qari. Uy. Keling. Birer iş bilan keldingizmi? Bizda azroq ish chiqib qolgandi. Shunga 5000 ko'y lozim bo'lib, sizni berib turamdikan dedim. Ha, beray. Sal taqir qiling, ha? Hozir chiqaman. Hazırla. Doktor, mush ko'zimdagi ko'kni tezroq yo'qotadigan dori bormi? Bo'ladi. Hech pul kesilmayli. Mush ko'kni tezroq yo'qotayli. Doğruyuz beray. İsmingiz nima? Fazil. Nemandaq ichimni siqadigandi. Asta. Voy Xudoyim. Qo'g'indan tuzuk kirim qilanmidiq ukam. Qo'limizga naq pul tegmidi. Kanatkilarning nima qilganidir bu? Biz bilan degivorlashib qo'yib, teginni qimida emasmi? Men sizdan o'tinib qolay ukam. Men azroq muhlat bergan bo'lsangiz, shunga. Ay, bo'ldi qilinglar.
Dadingni menga to'kkamidi, men qanday qilaman? Ha? Men sizga bergan pulning egisi. O'sha gapni oz qilib pulni olib chiqinglar. Canım ufkam, bana bir rahim qilgan bo'lsangiz, sizden o'tinib qolay. Yo'qsizchilik degan bak qattiqkan. Shu topda yerga kirib ketayli deyapman. Qarzni qaytirib deb, yerga kirib ketamsiz, osmonga chiqib ketamsiz, o'zingni shu. To'liq quruq gap qilmay, pulni olib chiqinglar. Buninglar. Ufkam, bu Mening ham shu ukamning talabini rad qilib etmanglar dada. Men oliy maktabda o'qib qolaychi. Sizdan o'tinib qolay dada. Dada, sizning shuncha ko'p pul bilingiz turib, ochamni oliy maktabda o'qitmayman desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Sizdan o'tinib qolayli dada. Ochamni oliy maktabda o'qiting bo'lamdi. Canım dada, açam çokum Ali mektepki basın. Onun boşqa savaqdaşlarımı bardı ki, öyün işlerini biz kılaylı. Ben açam bilen gelişken, o doktor bulmakçıydı. O doktor bulup gelse hemimizi davalap koydu. Açam doktor bulup gelsinci. Gapinglar tingidimi, ha? Nemi och qolgan tilamchidak o'zini yulduzlab turishsa? Men aytgandim gapni uzib etgan. Ochanglar oliy maktabga bormaydi. Men uni o'qitmayman. Açam ber. onun öyle kılma. Bunda qilmang dada. Açam o'qitayli. Ali mektep, açam Ali mektep. Sizdan o'tinib qolayli dada. Voy nimada qilmayman deydi bir nimada. Ha? Ele bakka hammangni samolyot suluydimi? Yo'qilcha ko'zimdan. Yo'qilcha. Tushundinglarmi? Amsi sinf fikr takrar qilinglar. Mayra muallim, ocham bu xatni sizga berib qo'yishim topilgandi. Mahira muallim, men faqat amal qilamay oxir sizdan yordam so'rab bu xatni yozdim. Hozir ko'nglim intayin yerim. Fikrlarim men uchun ko'p ko'ngil og'irligi edi. Savaqdoshlarimning oldi oliy maktabga menib bo'ldi. Lekin qo'limda chaqiriq qog'ozi turibmi, bu fursatdan qo'rqib kelyapman. Dadam oliy maktabga berishimga faqat qo'shilmayotdi. Muallim, eg'ir ko'may, dadamga bir ideya xizmat ishlab boqsangiz, balkim sizning gapingizga qo'shilib qolishi mumkin. To deyme. Ömrümde bunca ulan cıkcınını görmep dikenme. To. Daraxtın daraxtga sakrab, kendimde qo'lab yurmamda meni. Jinim chiqib, o'lgili tasla qoldim degani. Voy, nemisini deysiz? Haqlar jin yaqin odamining suratida bo'lib ko'rinadi desa, nima deydikin debdikanmi? Rostkan emasmi? U jin xuddi sizning ovozingizga o'xshash tursin gul, ishni iching degandek, ishni ichibdiman. Qo'rqib jinim chiqib ketdi. Voy, nemisini deysiz? Meni vaqo xeli bir yalagich qo'g'lidi. Qo'rqinimdan motosikletdan yiqilib tushib, oxiri o'lgili tasla qoldim degan. Yo'prim, bundoq ishni ko'rib baqdim. Mana kebab pishdi. Saqladim. Qani meyman. Ağaç o'tiringlar. Eling ajinim. Dada, Qizim, men bozordagi tuqqanlarning uyiga berib, pulning amalini qilay, qizim. Men har qancha jafo tortsammo, sizni oliy maktabda cho'qim o'qitaman. Bu mening o'zimdan buyanqi orzuyim, qizim. Sizni oliy maktabga mangdirib olsa, qarz og'am pulni ko'zgacha chiqqan ziroatlardan ishinib, ozisakmo pulni jamlab, ko'zgacha bu qarzlarni cho'qim tugitimiz. dada, meni deb ko'p jafo tortdinglar. Yelmi ko'p qarzimiz bor. Meni deb yana qarzni olsanglar, ishqinglar. Bu qarzni qanday qaytarib bo'la olaysizlar? Men yaxshi yurtlarda qanday yaxshi o'qiy olayman, dada. Men ko'p o'ylandim. Oliy maktabda o'qimayman.
Sizlar yordamlashib, etis eriq ishlarini qilib, pul tepib, ishki ukamni o'qitdim. Qizim. Rabiyaning shirin ko'nglimiz yerim bo'lib tursa, amdilikka kelganda Ranagulning dadasi uning o'qishi qo'shilmabdi. Dadasi qo'shilmabdi? Ha. Nima qildi? Chunki u odamning qarashicha qiz bola uchun oliy maktabda o'qish bo'lmaydigan ishkan. Bu gapni anglab men hayron qoldim. Hozir degan qandaq davr, ba'zi ota-onalar ozroq pulning ko'ziga qarab bolalarni o'qitmayotidi. Shuning bilan boshqa davlatlar bilan bo'lgan farqimizni bag'ansir cho'nglab yengayotidi. Burunqi cho'nglarimiz pul topsalar, maktab salat ekan. Lekin hozirchi bizda ilgarlash u yoqda tursin, mushundaq otalarimizning sabablaridan o'qiyolmay bag'ansir chekinmoqdamiz. Ali, Canım ufkam, Fazılaxon, bana 300 yen qarz verip dursunuz. Apsiden kichik qolgan bu dunyolikda bir nevram bor edi. Tuyuqsiz qizib, bir damdala ağrıp qaldı. Şunu doktorga apamaqchi edim. Sizdan o'tinib qalay ufkam, azroq bo'lsa-mu berib turing. Men bayatda sizlarga aytdim-ku. Men qarz beramayman deb. Nevrilari qizib qolgan bo'lsa, so'qit qilib qo'ymamda. Pul yo'q odam doktorga gapirma degicha. Voy undaq demisizlar ufkam. Hamma amallarni qildim, qilch parxomidi. Oxir amalsiz oldingizga keldim. Sizdan o'tinay, oyoqlaringizni bosh qo'yay ufkam. Nevramning ahvoli bek yomon. Jinim ufkam, bir yordam qiling. 300 yen qarz berdim. Men qarz berishni to'xtatdim. Butun qarzlarni yig'moqcha bir odamga bir mo'cha pul qarz bermayman. Boshqa yerdan amalini qilala. Jinim dada, onun nevrisi mening savoqdishim. Onun qarzi. Menga darsing qara, oqsaqallik qilmay. Çoğapa, qaytib ketayli, saqayib qolma. Jinim bolam, voy jinim bolam. Yedim yok. Esta, ne koyganda? Ranagul, Ha? yaxshimisiz? Ha, Ali yaxshimisiz? Kiring. O'zingiz yolg'izmi? Kiring. Siz o'tirib turing, men sizga choy chiqay, ya. Ovorimsiz bo'ladi. Endi deganning foydasi yo'q, Ali. Oliy maktabga men boramaydigan o'xshayman. Bundaq demang Ranagul. Biz cho'qin billa o'qiymiz. Jamiladan bu ishlarni anglab, ko'nglim bak yerim bo'ldi. Dadingiz nimishqa bundaq ta'tirlik qiladigan-da, ha? Mening dadam boshqalarning dadasiga faqatla o'xshamaydi. Men Mahira muallimdan yordam so'radim. Endi eng oxirgi umidim shuningda qoldi. Menga boshqa yo'lim yo'q. Saat ne koyganda? Ras.
Siz Rabiya bilan ko'rishib Dada, O ishkapning tatmisida qarzdalaning ismi yozilgandir, qarlashchi xotir bor. Tezing chiqma. ha, Seyfidin? Hay, bu yerda nima ish qilyapsan? Bu Assalomu alaykum Fazilka. Ha, bu yerda nima ish qilsa? Savoqdash debsa? Savoqdash degan maktabda bo'ladi. Bu degan mening o'ydan. Boshqa ishim bo'lmasa, tez chiqib ket. Ma'qul Fazilka. Men hozirlik qaytaman. Yana o'tkilaydigan o'yin gap bor edi. Xato tushunib qolmaslar. Ma'qul. Qaytay. Acha tez chiqib. ma'qul ukam. Dada, mana. Mangdingizmi dada? Xo'sh ya? Ha, ma'qul. Seyfidin? Acha, sizda ash tushmamdi? Ha, bu opamning oshkuchi. Men yeb qo'ygan. Bu nima qilganing? Bilaman acha, bu qilganim to'g'ri emas. Bu ishni dadam bilib qolsa, meni o'ldirib ishsin yonmaydi. Endi boshqa kelganini ko'raman. Mushundaq pul turib sizni o'qitmayman desa, kambag'allarga yordam qilish tugul, pulni bermasa, boylar pul so'rab kirsa, necha minglab tutqizib qo'yasa. Maryamxon anig'imi pul qarz bermadi. Acha, Maryamxon ana navrisini davolasdi. Acha, men bu pulni uningga olib beraman. Sen buni joyiga qo'yib qo'ygin, ha? Acha, men mangdim. Seyfidin? Voy davra. Sizlar Maryam xocha. Sabr qilsinglar. Maryam xocha, sabr qilsinglar. Voy yolg'iz qoldim men. Ko'ngillarni yerim qilsinglar Maryam xocha. Voy davra. Sabr qilsinglar. Xudo. Ukramad qoldi. Ey, sen bana pul vermey. Her kadın gelsem kuruk yap veremsen. Ben yaşının çoğdadan bulmuşsam. Bana pulunu açık. Bermeyman demedim o Fazilka. Kevel satqan aman bir mo'jami uyan buyan qilmay sizga topshiraman. Menga yana ozroq möhlat bergan bo'lsangiz. Ey, senin aşk kevizi qanchalik pul bo'lib ketdi? Ha? Yadigan uchun meni terib baqqan.
Uning o'ziga tushli qalbi g'ovg'asi bor. 5 batman olvon selig'i bo'ladi. Sen uni beramsa yoki meni qarzimni beramsa? Ha? Ey sening ozg'ini kevas puling meni qarzimga yetamdi. Bezirib turmay, chiqar pulni. Men qarzingiznimi, yaning iliq silig'inimi hammani beraman. Jinim tinimni qog'icha hammani to'layman. Ey savod. Emisa pulni qaytarish uchun tezroq amalni qil. Bundan keyin sen haq pul beramdigan. Oca qusug'im pek içip ketdi. Tuzrek Hazırlı pişidi ha? Sizlarga o'xshitib, lag'man qilib beray bo'lamdi? Kim bo'lgandi? Sayfiddin, nim bo'ldi? Nimish bo'ldi yo'qqa? Yig'laysan, ha? Meryemxon anini nevrisi Erkinjon tugab ketibdi. Nima? Meni savoqdishim Erkinjonmi? Ama ish yugatmoqchi bo'lgan eliqi kim edi? Bayram olimi? Ha. Gap qilganiga og'zimni to'ydi. Demisimi, Ra'no degan o'zimning bolasi tursa, ha? Oliy maktabga evet deyish yoki evatmaslik mening ixtiyorligimdagi ishda. Shundaqmi jinim? Toza yaxshi gap qilibsiz, Fazlaxon. U sizga ish o'rgatgidek, ya sizning oladigan ikkinchi ayolingiz bo'lmasa? Belli. Dadamning ochchig'i bek yomon. Agar bu ishni bilib qolsa, seni nima qilib edi? Men buningdan sal ansirab qilyaptiman. Sizga qil yo'qtirmayman, acha. Mendan xotirjam bo'ling. Men dadamning rahimsizligini, shafqatsizligini ko'raverib, zodila chidig'uchiligim qolmadi, acha. Bo'libmi bugungi Erkinjonning o'limi menga shundoq ta'sir qildiki, men undaq dadini bir kechada qiymi-chiymi qilib olsam deb o'ylab ketaman. O'ylab boqmamsiz, acha. 3 yil avvalgi onamning ichinishli o'limi bizni qanchalik dard alamga, qayg'u hasratga qo'ymadi, acha, ha? Biz yana qachongacha mushunda qayg'u hasratli kunlarni tatib o'timiz? Qachongacha mushunda yig'laveramiz, acha? Ukam, bak ukam, deganlaringga to'g'ri. Men bu ishlarni doim o'ylayman. Ammo bizga nima amal? Lekin shuni unutib qolma. Maktabda tirishib o'rgangin. Tirishdan hargiz boshqa bolalarni qaynatqanma. Gapimni unutma ukam. Maktabda yaxshi o'qiganning nim foydasi, acha? Mana siz yaxshi o'qib oliy maktabga bora oldingizmi? Shuncha tirishib o'rganganlaringiz oxiri nim bo'ldi? U sizni oliy maktabga avatdimi? Sizning beshingizga kelgan mushu azobli kun aka-uka uchimizning beshiga kelmasmi, acha? Biz nima degan baxtsiz, nima degan talaysiz? Yetim bo'lgandimi? Naqadar bechora yetimlardan, ha, acha? Ah, Xudo, bizdek bechora yetimlarga rahming kelib, rahimsiz jazonixo'rlarni jazolasa, nim bo'ldi qando, acha? Men boshlang'ishda o'qiyotgan chig'imda savoqdoshlarim yuzimdan yuzimga jazonixo'rning bolasi, zaharlik yilonning bolasi deb atishadi. Orisiga olmaydi. Ko'nglim yerim bo'lib, uyga yig'lab qaytib keladi. Hozirgirak esimda rahmatli opam beshimni silab turib, "Yig'lama o'g'lim. Ularning gaplariga quloq solma. Darsni yaxshi o'rgan" deb xuddi sizga o'xshashlar beshimni silab mehribonlik qiladi. Bir kunni maktabdan yig'lamay kelmaydi. Mana endi bu ikki ukam oshu men anglagan til ahonatni hozirgacha anglayotdi. Acha, biz hammamiz zo'r umid, ishonch bilan yuqoriga intilish uchun bel bog'lab, butun zehnimiz bilan darsni yaxshi o'qidik. Siz bizning ulgimiz bo'ldingiz. Maqsadimiz oliy bilim yurtiga berish, ilm egilash, davlat xalq uchun yaramli ixtisosli odam bo'lish. Mana endi shu g'oya tilak, orzu armonlarimiz amalga oshamdi, acha. Qani aytib beqing. Amalga oshamdi, aytib boqmamsiz?